Hurmatli kuzatuvchilarimiz, uzr, sizlarga ko'rsatish kerak edi. Ana yerda ko'rsata olmoq sababi qo'limiz bo'sh bo'lmadi, operator kerak bo'ldi. Qaranglar, bu yerda bunday sistema. Mana ne? Mana bunday ikki ne bor? Fiksator. Bu kelatda mana bunga tiraladi. Ko'rdingizlar-a? Mana ограничение berib turadi-da. Hozir sizlarga buni olib tashlab ko'rsataman, hozir qo'ysam yana ochish kerak bo'ladi. Ana o'tdi, ko'rdingizlar-ku? Mana kelib tiralib turibdi. Bu yerda ana shu mana neni bosish kerak bo'ladi-da. Buni do konca bir qo'llasa bu o'ng'aysizroq. Ana shuni bosib, buni do konca bu yoqqa tovlansa elektron yoqqa yana ozg'ant yuradi. Shu vaqtda buni nemiz chiqadi. Hozir sizlarga ochib ko'rsatamiz. Hozir buni. Mana ko'rdingizlar-a? Hozir ayani o'tdi. Pichoqni olib tur. Mana bu chiqadi bu yoqqa. Keyin buni hozir mana pillarida bir iznos bo'lgan. Bularni bizda bor. Bu yoqda hozir tozadan, даже mana qo'shib podbor qilib chiqarib qo'yibman men. Ko'rib toza pindan kodi bor. Kod asosida bunga hozir pin teriladi, bari tozadan. Bular hammasi yuvildi. Vodeshka bilan benzinda, mana даже nelar purjillari mana benzinda yotibdi. Ichida ko'rishingiz mumkin. Hozir buni ham tozalab hammasini ular ham yaxshilab yuviladi. Mana purjini, ya'nisi purjin emas ekan. Shunaqay. Keyin bu yog'ini mana endi podbor qilib taxlanatdan hammasi terilib уже mashina toza holatidagidek bo'lib keladi, zavodskiy holatida. Yana shu. Bu toza yupska zamok. Ko'pchilik nishtaydi, alatdan ko'pchiligimiz charlab turib kuzatib bersa, biz charlamaymiz. Bizlar основной buni toza bosib beraman men o'zim. Bizlar ham charlaymiz agar buni sostaniyasi normal bo'lsa, lekin iznosini neneda charlagani foydasi yo'q, sababi kilt уже tayin keldi bizga, mana tayyor, toza kilt. Kompyuterning stanokda to'shni yonadi birga bir. Qatib yotgan zamokni ochish uchun bana aytib o'tdim yuqorida. Mana bu spesialniy 1 mm emas, bir nechadir mikron kichkina qilib zakazno yondirildi. Mana kiltimiz ochish uchun, bu to'liq zamokni ochib olish uchun. Hozir men toza pin tergandan keyin bu kilt o'zi tushmaydi bu yerga. Agar dim ochilmasa, ana shunday qilasizlar. Bu zamokni sindirmaslik uchun mana ko'rib turganingizdek mo'ynidim yuqa bor. Mana bu yerdan sinib ketadi, nagruska beraversansizlar. Shuning uchun nagruska bermay ochish kerak zamokni. Hozir xudo xolasa buni teramiz, jinimiz zamogimizda.